Qiyomat kuni Alloh sigirdan so'rar ekan: "Ey sigir, men seni sigir qilib yaratganimga rozimisan?" Sigir: "Roziman. Qo'y qilib yaratmaganingga shukr." Qo'ydan so'rar ekan: "Ey qo'y, seni qo'y qilib yaratganimga rozimisan?" Qo'y: "Roziman. Eshak qilib yaratmaganingga shukr." Eshakdan so'rar ekan: "Ey eshak, seni eshak qilib yaratganimga rozimisan?" Eshak: "Roziman. Cho'chqa qilib yaratmaganingga shukr." Cho'chqadan so'rar ekan: "Ey cho'chqa, men seni cho'chqa qilib yaratganimga rozimisan?" Cho'chqa: "Yo'q, rozi emasman. Sen meni harom qilib yaratding. Terimni, go'shtimni harom qilding. Odamlar meni ko'rganda chirkanadigan bo'ldi." Shunda Alloh aytadiki: "Ey cho'chqa, orqangga qara." Orqasiga qarasa, sanoqsiz benamoz odamlarni ko'ribdi. Shunda cho'chqa: "Allohim, cho'chqa qilib yaratganingga roziman. Muhammad alayhissalomning benamoz ummati qilib yaratmaganingga shukr" der ekan.